Akalar yili eski bo'lsin, bitta skuter narxiga bo'lsin. Nexia 1 qo'ying degan ko'klar uchun. Nexia 1 mashinasi akalar 98-yilda ishlab chiqarilgan. Ozgina mehrchan berib qo'ysanglar, ishkalat holatga keladi. Ko'rib turganlaringdek, balonlar yaxshi holatda, faqat mana bunaqa kraska qilinadigan ishlari bor. Bitnochalarni o'zlaring chiqartirib, bitta mehrcha berib qo'ysanglar, laboylar toza. Salonga endi обязательно bitta e'tibor berib, mehr berib qo'yasizlar. Xo'p, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Xatirchi, Mirbozorlik akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Moshin purishlar bo'lsa ham berib yuboramiz. Tuning qilib, nima qilib haydasanglar, haydaverasizlar. Xo'p, motor moy yemaydi muhimi. Metan gaz uстановка qilingan 100 talik akalar. Xo'p, salonlariga ishiga ochilmagan salonlariga bitta chexolchi ashibkalarni to'g'irlatib, tarbiyachalarni bitta hemchisiga qildirib, mashinaga pollikchani taqib bosib yurishli joyi. Xo'p, narxini eshitib akalar hayron qolasizlar. Narxi bitta skuterda puli $1630 bo'lsa, hozir baraka qo'yamiz akalar. Mashina purishlar, bosib yuborgan joyi, bitta remontcha qilib sotaverasizlar. Telegram bilan YouTube'ga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan arzonlari 10 ta 15 ta mashinalarni qo'yib boramiz. Bosib yuboringlar.